Akalar kecha iPhone 17 Pro Max orange rangidan, ya'ni apelsin rangidan 5 ta olindi. Akalar demak, qadrdonlar, hammalar hozir qizlar yozishni boshlamasin, faqat bolalar uchunmi deb. Yo'q, hamma uchun. O'zbekistonda olindi. Mendan so'raysizlar, Amerikada bo'lsangiz qanaqa qilib jo'natasiz deb. Yo'q, O'zbekistonda o'zida oldik. Hatto Amerikada ancha arzon ekan. 1200 dollardan turibdi bu yerda. Biz O'zbekistondan 1600 dan oldik. Keyingi hafta juma kuni xudo xolasa konkursga start beramiz. Homiy akalarimiz qo'shilmoqchi bo'lsanglar 50 ming garanti, 70 ming prognoz. Homiylar qo'shiladigan bo'lsa, ko'payadigan bo'lsa, iPhone'larning sonini ham ko'paytiramiz akalar. G'oliblar kommentariylarda gandom nima edi, random programmasi orqali belgilanadi, topiladi. Hammaga omad. Juma kunga startda turinglar. Homiy akalar pastdagi nomerga hamda Telegram sulkaga aloqaga chiqsanglar, gaplashsanglar bo'ladi. Gapiraverganimdan presslarim og'rib ketdi. Nafas olmasdan qonnimni qatirib gapiryapman. Chunki hammaga omad. Go!